Rishtonni Klolonida, Krutoy Poroti oldida mana shu joyda qo'yganmiz, esinglarda bo'lsa. Narxini tushirib, shuna chiroyli qilib qo'ydik. Qarab turinglar, men sizlarga hozir buni obzorini qilaman. 3 fazi sveti bor, suvi bor, gazi bor. Mana shu joylarda hamma yoqda bo'shatib berishadi. 6 sotiq eslardan chiqmasin. Oldin 41 ming ham qo'yganmiz, 36.700 ham qo'yilgan. Mana men sizlarga talashib endi ham 29 mingga tushirib qo'ydim. Shuncha narsalar bilan kerak bo'lsa mana tepasini 11 ming, 12 ming dollarga bo'lgan ukadi işte. Suv qudug'ini ham 30 metr kovlatib, suvni olib chiqib qo'yishgan. Atroflari o'ralgan, to'r burchak. Mana qaranglar, o'zingizlar guvoh bo'ling. Yo'lni bo'yida 29 ming dollar yana tushib berishadi. Mani nomimdan kelsanglar, mana ulgurib qolinglar, zo'r joydan pastda raqamlar qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Mana suvi. Mana xohlasanglar, baqa kelib turib, matdan darvozaxonaga joyi bor. Yoki nariyoqdan yo'lni bo'yidan qilaman desanglar ham sharoiti zo'r. Atroflari o'ralgan. Mana tepalari yopilgan, naves tayyor. Talashadigan joyi. Akamiz vobshem shkalada odam. Shunday kelib turib, baraka qilayotganda shuncha aka deb nima qilsa, ko'ngilingizga qaraydi xudo xolasa. Mana bitta xonasi bor. Pishgan g'ishdan bo'lgan. Mana stiyashkalarni qilib turib chiroyli qilib qo'yishgan.